Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Yana bir cho'rniy variantda ishlarimizni tugatdik. Andijon viloyati Baliqchi tumanida Zafarjon akamizning xonadonida mana shunday ishlarni tugatdik. Bu akamizga mana 22 litrli qozon qo'ydik bitta. O'rtada mangal qo'ydik. Ozgina rabochiy stoli bo'ldi. Yonida mo'yka bo'ldi. O'rtaga stol qo'yib berdik. Bu narsalar to'g'lashtirgani, boshqagani, shashliklarni marhamat qilgani. Uni ichida polka bo'ladi. O'timiz ham yon bo'pti. Suvimiz qaynayapti. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, kerak bo'lsa, 12 ta viloyat bo'ylab ishlaymiz. O'choq qozon kerak bo'lsa, nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Shu nomerlarga telefon qilaverasizlar.